Har qanday ayolning fojiasida erkaklar aybdor. Aslida 100% erkaklar aybdor bo'ladi. Yo qadriga yetmagan, yo boshiga bir kulfatlar solgan, yo xiyonat qilgan, yo aldagan, ish qilib baribir erkak aybdor bo'lib turadi. aybdor. Bir voqea bo'ldi, bundan bir 5-6 yil oldin bir ayol bozorga ikkita o'g'ilchasini yetaklab borib, ularni kiyintirib, chiroyli qilib qaytayotib, kanalga tashlab yuborib ikkita bolasini. Keyin esingizda bo'lsa, jamoatchilik muhokama qildi, bu yerda komissiyalar tuzildi, og'azo bo'ldi, ayolni jinniga chiqarishdi. Keyin shu paytda men aytdimki, eri aybdor. Eri qayerda ekan? Eri Rossiyada ekan. Shu eri aybdor. Surishtiringlar, eri aybdor. Haqiqatan ham eri o'sha odam uylangan ekan. Xullas, endi ayolni ruhiy muvozanatdan chiqarganda shu er. O'sha odam uylangan, chidolmagan mana shu. Chunki ayol bolasini olib borib, agar bolasini o'ldirmoqchi bo'lsa, bolasida qasdi bo'lsa, uni bozorga olib borib nimaga kiyintiradi? Nimaga uni chiroyli qilib olib kelib suvga tashlab yuboradi? Ayol farzandidan ko'ra turmush o'rtog'ini ko'proq sevadimi? Yo'q, uning uchun emas. Uni ko'proq sevgani uchun emas. Bu mana shunday ikkita bolasiga qarab men o'ylaymanki, shundoq chiroyli bolalarni qanaqa qilib ko'zi qiydi uni deb o'ylagan. Va muvozanat buzilganligi uchun mana senga alam qilsin. Mana shu ikkita bola seni bolang, mana shu chiroyli bola, mana shu bola yo'q bo'ldi endi mana. Sening uchun yo'q, o'ldi degan ma'noda. Endi muvozanat buzilgan va menimcha shu ishga mana shu sabab qo'l urgan deb aytdim, shu gapim to'g'ri bo'lib chiqdi. Men endi bashoratchi emasman, lekin bilamanki 100% biz erkaklar aybdor mana shu fojialarda. Shuning uchun men bu anonni yozdimki, mana shu ko'nglimdagi hasratlarni to'kish uchun va ozgina vijdon azobidan qutulish uchun yozdim. Yengil tortgandek bo'ldim, lekin vijdon azobidan qutulmadim.